Ijtimoiy himoya milliy agentligi tomonidan taqdim etiladigan xizmatlardan foydalanish bo'yicha qo'llanma. Fuqaro ijtimoiy xizmatdan foydalanish maqsadida Inson ijtimoiy xizmatlar markaziga tashrif buyuradi. Xizmatdan foydalanish arizasi uchun fuqarodan shaxsni tasdiqlovchi hujjat talab qilinadi. Ba'zi xizmatlar uchun qo'shimcha hujjat va ma'lumotnomalar talab qilinishi mumkin. Kerakli ma'lumotlar taqdim etilgach, operator arizani elektron tizimda qayd etadi. Agar ariza bosqichlardan iborat bo'lsa, masalan, komissiya ko'rigi yoki savolnoma o'tkazish zarurati bo'lsa, fuqaro bu haqda xabardor qilinadi. Arizalar belgilangan muddat ichida ko'rib chiqiladi. Shahar yoki tumaningizdagi Inson ijtimoiy xizmatlar markazi manzilini agentlik veb-saytining ochiq ma'lumotlar bo'limidagi Inson markazlari qismidan topishingiz mumkin. Agar xizmatlar haqida savollaringiz bo'lsa, agentlikning call markazi 1140 qisqa raqamiga yoki veb-saytida onlayn chat orqali javob olishingiz mumkin.